Красотка из Узбекистана. Опа! Абдул-Баги Мадаминов, оказывается. Ну что ж такое-то, а? Ну что такое? Butun Rossiyada ovozi bo'lib ketdi. O'zbekistondan geylar chiqadi. Abdug'ani Madaminov, iflos, isqirt. O'zbeklarning sha'nini nimaga yerga to'kasa, o'zbek degan nomni bashi tilingga olmasang isqirt. O'rtoqlar, mana shu qaysi viloyatdan? Qayerdan bu? Mana shu odamni birgalikda topinglar, men doim aytaman, obuna bo'linglar. Podpiskani bosinglar, istoriya qo'yib tashinglar. Qancha ko'p video reyka chiqsa o'rtoqlar, shuncha bu iflosni topishimiz oson bo'ladi. Shu qanday o'tirib tasavvur qilyapsizlarmi? O'zbekda sha'nani yerga uryapti. Rossiyada ishlayotganlar qancha? Oilam deb ishlab, yurib oilam uchun deb qiynalayotganlar qancha? Ertaga ularga qanday qaraydi Rossiyalik? O'zbekistonda geylar chiqqan, bular ham o'shanaqa degan fikr, nazar uyg'onadi. Bunaqa isqit ifloslarni qachon yo'q qilamiz o'rtoqlar? Davay o'rtoqlar, maksimalli tarqatib, istoriya qo'yib, mana shu odamni topinglar, ism familiyasini bilinglar o'rtoqlar. Menga yordam beringlar. O'zimizni sha'nimizni o'zimiz himoya qilmasak, bizni hech kim himoya qilmaydi o'rtoqlar. Bunaqa ifloslarning dastidan o'zbeklarning nomi yerga bulg'anyapti o'rtoqlar. Davay o'rtoqlar, maksimalli tarqatamiz, hammaga repost qilib tashlaymiz videoni. O'zimiz istoriyamizga podpiskani ham bosib yoraveramiz o'rtoqlar. Bu odam ifloslarni birgalikda sizlar yordam bersanglar, biz topa olamiz. Shuning uchun hammaga tarqating, erinmang, hammaga tanishlaringiz, aka-uka hammaga tarqatib, podpiskani bosib istoriya qo'yib tashlaylik o'rtoqlar. Bu ifloslarni albatta topib yo'q qilamiz.